2016-yilda ishlab chiqarilgan zo'r holatda Stanley Gentra chiqib qoldi. Lacetti Gentra emas, haqiqiy Gentra. 2016-yil like bosib 218 ming yurgan ikkita qanotli yengil fitnesi bor ekan. 4 yumshoq bano Amerikan Cooptera, chexol polik, kovrik. Ha, bitta qanotda xolosmi? Bittasi orqa qanot. Ha. Generalniy оформление, prava, texpasport ham yoqib beraveradi. Любой dokument bo'laveradi, deyapti. Optirasi orqadagi 100 ta metani zapaskasi o'rnida, holati yaxshi. Boshdan hech qanaqa rasvoti yo'q. Bitta orqa qanotda, bitta old qanotda yengil fitnesi bor ekan. Endi mana qarangda aka, bitta like bosib obuna bo'lib qo'ying, $6800 deyapti. Yana bir qator o'zingiz kelishasiz. Xo'p, 1.5 motori, gidravlika standart tormoz, ikkinchi pakana gazi, holati yaxshi. Hech qanaqa rasvoti yo'q. Narxi $6800 like bosib obuna bo'lib qo'yamiz.